Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va mehmonlar. Biza bugun sizlar bilan birga yoz kunida hamma maza qilib iste'mol qiladigan muzdek koksini uy sharoitida birgalikda qilamiz. Bu koksi bittada o'xshab chiqadigan retsept. Qani bo'lmasa boshladik. Koksimizni salatlariga 3 ta bodring, chorakta karom va ukrop, kashnich, bitta piyoz, murch, tuz, yog' kerak bo'ladi. Va hamda oxirida soya qo'shamiz. Hozir birinchi bo'lib ishi bodringimizni yarmoy shaklida to'g'rab olishdan boshlaymiz. Bodringimizni teng o'rtadan bo'lib oldik va shunaqa yarmoy shaklida uchalovini to'g'rab olamiz. Mana bodringlarimizni uchalovini yarmoy shaklida to'g'rab oldik. Buni endi bitta idishga bo'shatamiz. Ustiga bir chimdim tuz sepamiz. Mana bodringimizni bitta idishga bo'shatib oldik. Ustida mana bir chimdimgina tuz sepib, buni aralashtirib qo'yamiz o'zidan suv chiqarishi uchun. Mana bodringimizga tuz sepib qo'yib qo'ydik. Endi bo'lsa karomimizni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Karomimizni mana shu uch tarafidan boshlab ingichka qilib to'g'rab olamiz. Mana shunaqa ingichka qilib to'g'rab olamiz. Mana karomimizni hammasini to'g'rab oldik. O'zi taraflarini qo'shmaymiz, uni olib tashlaymiz. Endi buni bitta idishga solamiz. Karomni ham ustidan ozgina tuz sepamiz. Buni ham so'ki chiqishi kerak, suvlar chiqishi kerak. Mana karomga ham ozgina tuz solib, yaxshilab aralashtirib qo'ydik. Buni ham suvlar chiqishini kutamiz. U orada ukrop bilan kashnichni alohida to'g'raymiz. Ozgina. Mana ukrop bilan kashnichni alohida to'g'rab oldik. Endi bo'lsa bodringni so'kini siqib chiqarib tashlab olamiz. Mana bitta idishga bodringni siqib, o'zini bitta idishga olamiz. Mana bodringimiz o'zidan shuncha so'k chiqardi. Mana bu yoqqa oldik. Endi karomni ham xuddi shunaqa so'kini chiqarib olamiz. Karomimizdan ham shuncha suv chiqdi. O'zini bu yoqqa ajratib oldik. Mana endi bodring bilan karomimizga zelenlarni solamiz. Bodringimizga kashnichni, karomimizga bo'lsa ukrop solamiz. Mana ko'katlarni soldik ikkiloviga. Endi ikkiloviga bir chimdim tuz hamda bir chimdim qora murchdan solamiz. Mana bir chimdim qora murch solyapman. Karomga, mana bodringga bir chimdim murch solyapman. Endi tuzlardan ham boy kamroq solganmiz, o'shaning uchun yana ozgina tuz solamiz. Karomga soldik, endi bodringga ham ozgina tuz solamiz. Endi bo'lsa bularni ikkilovini yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana salatlarimizni yaxshilab aralashtirib oldik. Endi uni ustiga bitta piyozni yarmoy shaklida to'g'raymiz-da, yog'ga qo'rib olamiz. Hozir piyozimizni teng o'rtasidan bo'lamiz. Piyozimizni teng o'rtasidan bo'lib oldik. Endi buni yarmoy shaklida to'g'rab chiqamiz. Mana piyozimizni to'g'rab oldik. Tovamizga 7 osh qoshiqda yog' solamiz va boyga piyozimizni qo'ramiz. Tillarang bo'lguncha. Mana piyozimizni qo'shib boshladik. Sekin tillarangga kirishib boshlayapti. Chiroyli bo'lib sarg'ayib tillarangga kirganda buni o'chiramiz. Mana piyozimiz chiroyli qizarishni boshladi. Endi ozgina tuz sepib buni aralashtirib o'chiramiz. Mana endi piyozimizni sovishini kutamiz ozgina. Hozirgi retseptimizdan 7 ta porsiya uchun biz koksi tayyorlaymiz. Bir chetdan ko'rsatyapman tushunarli bo'lish uchun. Chunki koksini xamirini ustiga 5 xil mahsulot qo'yamiz. Salatlari, go'shtlari bo'ladi, pomidor va quymoq bo'ladi. O'shaning uchun bir chetdan tushunarli bo'lish uchun ko'rsatyapman. Kunlasigandan beri bir necha marotaba shu usulda tayyorladim. Juda ham mazali, zo'r chiqqani uchun sizlar bilan ham bu retseptni bo'lishyapman. Mana piyozimiz sovidi. Endi buni yarmisini bodringga, yarmisini karomga qo'shamiz. Mana piyozni teng bo'lib, yog'lari bilan sovaldik. Endi buni ustidan ozgina soya solamiz mana. Bunisiga ham soldik, bunisiga ham ozgina soya soldik. Endi yaxshilab aralashtiramiz. Shu bilan salatlar tayyor bo'ldi koksini. Mana aralashtirib tayyor qildik. Endi buni ustiga strech yopib, xalnikka qo'yib qo'yamiz. Endi bo'lsa ikkita tuxumni chaqib quymoq qilib olamiz. Ozgina tuz soldik. Buni yaxshilab aralashtirib, quymoq pishirib olamiz blinchikka o'xshatib. Koksini ustiga kesib qo'yish uchun. Tovamizni ozgina yolvoramiz. Tuxumimizni solamiz. Buni 3 yoki 4 bo'lakka bo'lib solib pishirib olamiz. Mana tuxumni shunaqa blinchik holatda pishirib olamiz.
pushta chiqyapti. Mana blinchiklarimizni, quymolarimizni chetga olib qo'yamiz, sovishini kutamiz. Quymolarimizni mana shunaqa dumaloq o'rab olamizda, ingichka qilib to'rab chiqamiz. Mana tuxumni shunga to'rab oldik, tayyor bu ham. Endi ko'ksini ustiga qiladigan 4-mahsulotimizga keldik. Bizga endi go'sht qovurib olamiz. 300 gram laham yumshoq pishadigan mol go'shti kerak bo'ladi. Bu 7 ta porsiya uchun bo'tgan shu 300 gram ishlatyapmiz. Agarda kamroq qiladigan bo'lsak, o'shanga qarab go'shtni kamaytiramiz. Bitta pomidor hamda bitta piyoz. Hozir go'shtni pare-pare qilib to'rab olamiz. Somoncha shaklida. Mana go'shtimizni somoncha shaklida to'rab oldik. Endi piyozimizni yarim oy shaklida, pomidorimizni ham bo'lsa turburcha shaklida to'rab olamiz. Mana pomidor bilan piyozimiz ham tayyor. Tovamizga 50 ml yog' solamiz. Go'shtimizga tuz solmaymiz. Tuzni pomidor solgandan keyin solamiz. Go'sht ustidan piyoz solib aralashtiramiz. Mana piyozlar ancha o'ldi, endi ustidan pomidor solamiz. Mana endi ustidan tuz, murch va rozma pripravasidan bir chimdim solib aralashtirib dimlab qo'yamiz. Mana tuzlarni to'g'rilab oldik. Endi qopqog'ini yopamiz tovamizni. Mana shu pomidori va piyozi so'klari bilan o'zi go'shtimiz etiladi. Mana dimlab qo'ydimiz. Go'shtimiz pishguncha dimlab turadi. Endi go'shtimiz pishguncha ko'ksin xamirini tayyorlab olamiz. Uning uchun bizga 900 gram ko'ksin xamiri, shundan 300 gramni olib ishlatamiz. Bitta idishimizga qaynoq suv solib olamiz hamda 300 gram ko'ksin xamirni solib ustini yopib qo'yamiz. Mana idishimizga qaynoq suvdan solib oldik. Endi ko'ksin xamirini solamiz. Mana xamirimizni solib oldik. Ko'mish kerak. Suv qaynoq. Endi buni ustini lagan bilan yopib qo'yamiz. 12 minutlarda tayyor bo'ladi. 7 minut. Mana go'shtimiz tayyor bo'ldi. Endi bir dona chesnok donachasini qirg'ichdan chiqarib, shuni solib aralashtirib gazimizdan o'chiramiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. 12 minutda tayyor bo'ldi. Endi qaynoq suv to'kib tashlab muzdek suvda chayib olamiz. Mana muzdek suvda yaxshilab muzdek bo'lguncha chayib olamiz. Mana go'shtimiz tayyor bo'ldi. Endi bir dona chesnok donachasini qirg'ichdan chiqarib, shuni solib aralashtirib gazimizdan o'chiramiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. 12 minutda tayyor bo'ldi. Endi qaynoq suv to'kib tashlab muzdek suvda chayib olamiz. Mana muzdek suvda yaxshilab muzdek bo'lguncha chayib olamiz. Xamirimizni cho'l yordamida yaxshilab suvlarni silqitib olamiz. Xamirimizni mana suvlar hammasi silqitib olganmiz. Endi buni ustidan pisoq qilib yaxshilab chochib chiqamiz. Mana xamirimiz shunaqa chochilib chiqdi. Ixchamroq idishga solib, endi buni xolodilnikka qo'yamiz. Xolodilnikda turganda ham muzlaganda bir-biriga sekin yopishi mumkin. O'shaning uchun qo'limiz bilan tutib 1-2 marta tutib olsak, keyin umuman yopishmaydigan bo'lib zo'r bo'lib chiqadi. Endi oxirida mana ko'ksimureni qilamiz. Ko'ksimizni bulyonini. Uning uchun bizga 2 litr suv, qaynab sovitilgan, bitta katta pomidor, 2 ta bodring, 2 ta chesnok donachasi, bitta osh qoshiqda tuz, 3 ta osh qoshiqda shakar. 1 litr suvga 5 ta tomchi 70% kuz solinadi. Bizda 2 litr bo'lgani uchun 10 tomchi kuz 70%dan solamiz. Hamda 3 osh qoshiqda soya solamiz. Hozir birinchi bo'lib ishimizni pomidor, bodringni, chesnoklarni qirg'ichdan chiqarib olishdan boshlaymiz. Mana pomidor, bodringlar, chesnoklar hammasini tyorkadan chiqarib, endi suvga solib aralashtiramiz. Mana suvga, kattaroq idishga suvimizni, keyin pomidor, bodring va chesnoklarni soldik. Endi bo'lsa soya, kuz, shakar, tuzlarni ham soldik. Yana unga 4 osh qoshiq shakar, 1 osh qoshiq tuz, 10 tomchi kuz, 4 osh qoshiqda soya soldik, yaxshilab aralashtirdik. Ustidan ukrop solib aralashtirib xolodilnikka qo'yib qo'ydik muzlashga. Mana endi tayyor bo'ldi. Endi bo'lsa mana hamma masalliqlar tayyor ko'ksimizni. Endi chiroyli qilib idishimizga taqlab olamiz ko'ksimizni. Birinchi xamirni solamiz. Bitta porsiyaga 200 gram xamir solinadi. Hozir birinchi xamir solishdan boshlaymiz. Mana xamirlar shunaqa bir-biriga yopishmasdan zo'r bo'lib chiqqan. O'sha yog'laganimiz uchun bir-biriga yopishmaydigan bo'lgan.
Mana xamir sovaldik. Endi ustiga hamma masalliqlarimizdan bitta osh qoshiqda solib chiroyli qilib chiqamiz. Mana birinchi bodringlar karom qo'yib oldik. Endi ikkita chetiga pomidor hamda tuxumni quymog'ini qo'yamiz. Mana hamma masalliqlarimizni qo'yib oldik. Endi ustidan kunjut sepamiz. Mana kunjutni ham sepib oldik. Endi ustidan o'zini bulyonni qo'yamiz. Mana bulyonni ham qo'yib oldik. Juda ham mazali bo'ladi, zo'r chiqadi. Qilib ko'ringlar. Albatta sizlarga yoqadi. Yoz kunlarida issiqda muzdekini shunaqa ko'ksillarni o'zimiz uy sharoitida ham qilishimiz mumkin. Agarda retsept yoqqan bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Yana yangi videoda uchrashguncha.